Yo'qin desam, ba'zi odamlar o'ylanib qolsa, ba'zisi tinmay gapiradi yoki esidan chiqib qoladi. Esidan chiqarmang. Ko'p insonlar duo qilganda yon atrofingizga qarang. Hammamizni ham uyda ota-onalarimiz o'rgatgan duo qilishni, to'g'rimi? Ota-onalarimizdan o'rganganimizni ko'chada ham bajaramiz kerak bo'lsa, ota-onamiz ko'chada aytganini qildirib, masalan, to'palang qilmagin, yaxshi yurgin desa, gaplarini olamiz. Shuning uchun iltimos sizlardan. Bilaman, birodan kammansiz, hamma yo'g'ingiz bor. Uyingiz, joyingiz, mingani mashinangiz, hamma narsani Alloh sizga bergan. Lekin ba'zi odamlarga sizga berganini bermagan. Shuni biling. Biz ko'pchilikmiz. Ko'p odamlar bilan birgalikda duo qilamiz, dortiydi. Xudo xolasa harakat qilamiz. Bir opamiz kelib kecha aytdi, menga qiz farzand bersin Alloh. Ko'pchilik duo qilganda dorvozordan tushsa, duo qilib qo'yasiz deb ketuvdilar. Ilohim, bu opamizga ham Alloh qiz farzandlarda ato etsin. O'g'il talablariga Alloh o'g'il bersin. Umri bilan, rizqi bilan, baxti taxti bilan, chiroy chimmati bilan ota-onasi bilan bersin. Ota-onani rozi qiladigan, haqqiga duo qiladigan, ota-onasini haj safariga olib boradigan farzandlar bo'lsin. Otangga, onangga la'nat deydigan farzanddan Alloh saqlasin. Ilohim niyatiga Alloh yetkazsin. Har bir inson bugun tomoshada o'tirib dortiydi, duoga qo'l ochib, Allohdan so'ragani bo'lsa, qalbidagi go'zal niyatlarga Alloh yetkazsin. Ilohim to'y qilinglar, to'ylaringizga kelib xizmat qilaylik. Parvoz yigitlar tomoshalaringizni ko'rdim. O'g'lim bor, nabiram bor, Allohdan umidim bor. O'g'il qizimni yetalab chiqib dorboz uchun ehson olib kelganman. Uydan kelayotganimda ehsonim bilan kelganman deydigan odamlar bo'lsa, dorbozlarda ham hunarining arzini solib qo'yadi. Bo'lmasa ham qadam bosib kelib, yelkasidan olib, rahmat desiz, haqqingizga nima deb duo qilaylik? Ilohim. Ilohim, yongan chirog'ingiz to qiyomatgacha o'chmasin deb duo qilaylik xalqim. Amin. Amin. Allohu akbar.